Tak, hurmatli o'quvchilar, bizda keyingi savolimiz mana o'chirib tashlaylik tushunarli bo'lishi uchun tepparalarini. Juda ham prostoyda, agar majburiy uchun bo'ladigan bo'lsa, mana shu ishlab bilishingiz shart siz. Agar ishlay olmasangiz ana shuni majburiy uchun ham C ham olmaysiz kerak bo'lsa. Juda ham oson yechimi. Birinchi mahrajdan boshlab olamiz. Mana shu narsa. Tak, qarang. Mana yerda 4 keladigan bo'lsa, ildizni tashqarida. Ya'ni juft son keladigan bo'lsa, u modul bilan yoziladi-da. Shu sababli mana ichi musbat bo'lishi kerak. Musbat bo'lgandan keyin buni tashlab yuborish mumkin, ya'ni mana 4 ni qisqartirib. Bu bizga musbat emasligidan foydalanadi. Mana 2 dan 2 uchun ayiradigan bo'lsa, bizga manfiy narsa kelib chiqadi-da. Shu sababli buni joyini almashtira oladigan bo'lsak, hech narsa o'zgarmaydi. Mana shu 4-inchisi, keyin bitta ildizni 4 deydigan bo'lsak, mana 4-daraja bilan ildizni qisqarib ketadi-da, mana qisqarib ketadi-da. Mahraji o'zi qolar ekan. Demak, bu tushunarli bo'ldi. Endi surat haqida nima deysiz desangiz, buni juda ham ko'p milliy sertifikatni o'qishlagan bo'lsangiz, shunga o'xshagan misol tiqilyapti-da. Mana uni 2 ga bo'lib olsak, 6 ni 3 ildiz qoladi. Buni socha oladigan bo'lsak, 3 ayrilgan ildiz 3 ning kvadrati deb olsak, mana shuni kvadratga ko'tarib hisoblasangiz 12 minus 6 ildiz beradi. Ya'ni mana bu hisobni qaytib berishni ko'rishingiz mumkin. Demak, bu yerda nimani hosil qilishimiz mumkin? Bitta mana ildizam bor. Mana qizil bilan ko'rsatayman sizga. Qora bilan, ya'ni. Mana bu 2 asosga ko'ra, mana 2 bilan mana ham qisqarib ketib, bizga tepamizda 3 minusdan ildiz 3 taqsimda bu yerdan 2 ni chiqarib oladigan bo'lsa, 2 ildiz 3 minusdan 1. Tepadan ildiz 3 ni chiqaradigan bo'lsak, mana ildiz 3 chiqarib oldik. Tepadan o'chirib ko'rsataman sizga. Ildiz 3 chiqardik. Ildiz 3 minus 1 tepada qolishini ko'rishingiz mumkin. Bular qisqarib ketib, javobimiz ildiz 3 taqsim 2 ekanligini ko'rishingiz mumkin. Juda ham oson savolcha. Prosta mana bu mana ishlatgan fintlarni siz ham ishlata olsangiz imtihonda bunaqa savol muammo bo'lmaydi. Dekabrda ham shunga o'xshash savollar bir ikkita. Fevralda ham shu ehtimol juda ham yuqori. Bu 8 ni yechimi ancha katta. Buni agar xohlasangiz keyinroq ishlab beraman. Hozir 9 bilan 10 ni alohida qilib olaylik. 8 uchun alohida qilib beraman yechimni. Bu yerga ishlaganim o'zim shu sababli yozilgan turibdi. 9 ga keladigan bo'lsak, 2n minus 1 bu yoqda ham bor, bu yoqda ham bor. Keyin bizdan a n ni so'ramoqda-da. A n topish uchun sn dan minus sn minus 1, ya'ni bitta oldingi hadni ayirish kerak edi. Endi mana yerdan 2n minus 1 ni o'rniga n qo'yib yuboradigan bo'lsak, sn tenglik 14 ta n. Buni o'rniga, mana uni o'rniga n qo'ydikmi? Buni ham o'rniga n qo'yamiz-da. Demak, snimiz 14 ta n ga teng ekan. Mana olib kelib qo'yadigan bo'lsak, bu 14 ta n ekan. Endi ayrilgan sn minus 1 ni olib kelib qo'yishimiz kerak ekan. Bu sn minusdan 1 teng bo'lar ekan 14 n minus 1 ga. Ayrilgan 14 ta n minus 1. Buni ishlaydigan bo'lsangiz 14 ta n qisqarib ketadi. Mana bu plyusliga qolib javobimiz 14 bo'lishini ko'rishingiz mumkin. Mana 2 ta minus plyus bo'lib. Demak, bu tushunarli bo'ldi. Arifmetik progressiya juda ham bir chiroyli savol edi. Arifmetik cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyani yorib oladigan darajaga chiqib oling, chunki aniq 2 ta yo 3 ta savol keladi. Bu aniq tushdi sizga. Endi mana bu savolimizda geometrik progressiya hadlari uchun b1 plus b11 6 ga teng mana bu berilgan ekan. Xo'p, b5 b7 so'ralmoqda. Juda ham prosta savol. Mana bu narsani qarang, kvadrat kelyaptimi? Sразу kvadratga oshirish kerak. Ikkala tomonni kvadratga oshiradigan bo'lsak, b1 ning kvadrati plyusdan 2 ta b1 b11 plyusdan b11 ning kvadrati tenglik 36 ga bo'lar ekan. Mana bu ikkalasining qiymati bizga berilgan. Shuni yig'indisi. Buni yig'indisi 20 ga teng ekan. 2 ta b1 b11 mana 20 ni bu tomonga ayirish qilib olib o'tadigan bo'lsak 16 bo'lar ekan. b11 b1 b11
Bizga 8 ga teng ekan. Endi nima so'ralmoqda? Mana so'ralmoqda. Buni indekslar, mana bu narsa indeks deb nomlanadi. Shularni yig'indisi bizda xossda bor ediki, b n b m tenglik b x b y ga. Ya'ni mana indekslar ko'rsatkichlari yig'indisi teng bo'lishi kerak. n ga n ga n ni qo'shganimiz teng bo'lishi kerak. X ga y ni qo'shganimizga. Tenglik x plyusdan y. 5 ga 7 ni qo'shsak ham 12, 1 ga 11 ni ham qo'shganimiz 12 ga teng bo'lganligidan bu B2 B yo'q B5 B7 ekan, naborot. B5 B7 ham bizga 8 ga tengligini ko'rishingiz mumkin. Demak, bu ham tushunarli bo'ldi. Javobimiz D kaliti turibdi. Keyingi savolni ham keyingi yechimda ko'ramiz buni.